2026-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan yoshlarni partiya safiga jalb etish, ularning ekologik madaniyati hamda ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish yo'nalishida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, yoshlarni partiya safiga jalb etish va ularning jamiyatdagi faolligini oshirish, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan 1274 ta targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazildi. Shundan 832 ta davra suhbati, 198 ta ekologik aksiya, 224 ta seminar tashkil etildi. Ularda 56220 nafar yoshlar qamrab olindi. Qiyoslash uchun 2025-yil birinchi yarim yillik davomida jami 1065 ta targ'ibot tashviqot tadbirlari tashkil etilgan. Ular orqali 47850 nafar yoshlar qamrab olingan. Natijada 2026-yil o'tgan davrga nisbatan targ'ibot tashviqot tadbirlari soni 209 taga, qamrab olingan yoshlar soni esa 8370 nafarga oshdi. Partiya tomonidan yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini qo'llab-quvvatlash, yangi tashabbuslarni ishlab chiqish maqsadida ekovolontyorlar tizimi shakllantirilib, 1000 nafarga yaqin yoshlar ekovolontyor tizimiga qamrab olindi. Shuningdek, partiyaning yosh ekologlar qanoti faoliyati takomillashtirilib, ular bilan 424 marotaba turli tadbirlar tashkil etildi va jami 12720 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Ekovolontyorlar dasturi doirasida 56 marotaba turli tadbirlar tashkil etildi va jami 3920 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish maqsadida 224 marotaba o'quv seminarlari tashkil etilib, unda 10500 nafar yosh ishtirok etdi. Eko startup loyihasi doirasida ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan amaliy startup tashabbuslari yuzasidan ochiq suhbat va taqdimotlar tashkil etildi. Partiya huzuridagi yosh ekologlar qanoti faoliyatini yanada kuchaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. Qanot faoliyatini axborot maydonida muntazam yoritib borish maqsadida media va monitoring jamoasi shakllantirildi. 2026-yil fevral oyida davlatimiz rahbarining yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida berilgan topshiriqlarga muvofiq mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va mahalliy hokimliklarda yoshlar kuni etib belgilandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkiloti kengashi ijroiya qo'mitasi raislari tomonidan fevral oyidan iyun oyigacha har payshanba kuni yoshlar kuni munosabati bilan mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida, texnikumlarda, umumta'lim maktablari hamda oliy ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ochiq muloqot tadbirlari tashkil etildi. Jami 195 ta hudud va muassasada ochiq muloqotlar tashkil etilib, ularda 17060 nafar yoshlar qamrab olindi. Partiya tomonidan yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish maqsadida Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridagi 20 taga yaqin davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasida biz tabiat himoyachilarimiz shiori ostida Eko-intellekt zakovat intellektual turniri tashkil etilib, unda 2000 dan ortiq iqtidorli yoshlar ishtirok etishdi. Surxondaryo, Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida tabiat va inson o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash, ekologik ong va madaniyatni shakllantirish hamda ushbu sohada ijodkor yoshlarni rag'batlantirish maqsadida 12 marotaba tabiat va inson uyg'unligi mavzusida eko-foto ko'rgazmasi tashkil etilib, 2000 dan ortiq yoshlar qamrab olindi. Zamonaviy media kontentlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. Natijada 153 ta multimedia videosi e'lon qilindi. Bu esa ekologik mavzularni yoshlar uchun sodda, tushunarli va ta'sirchan shaklda yetkazishga xizmat qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik ham sezilarli darajada oshdi. Sahifalarda e'lon qilinuvchi postlar soni 4 baravarga oshib, jami 3397 ta post joylashtirildi. Bundan tashqari, jonli kuzatuvchilar soni ham keskin ortdi. Xususan, jonli efirlarni kuzatuvchilar soni 18 barobarga oshib, 1558 nafarga yetdi. Bu esa yosh ekologlar qanotining ijtimoiy tarmoqlardagi ta'sir doirasi kengayib borayotganini ko'rsatadi.